Assalomu alaykum. Navbatdagi xonadonimizga biz Engelberg 1078 dan ish rom o'rnatib berganmiz. Orqa taraflarga 8000 Engelberg dan romlarni qo'yib berganmiz. Keling sizlar bilan shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimiz ya'ni high-tech fasonda qurilgan. Bu yerga biz Engelberg 1078 dan splashnoq holatda qo'yib berganmiz. Keling sizlar bilan shuni razmerlar bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Razmeriga keladigan bo'lsa, ena 430 ga, balandligi 320 bo'lgan. Bu yerda biz ikkiga bo'lib, ikkita tomonni ajratib olib, lapshadan foydalanganmiz. Oynalarimiz ya'ni kalyonli oyna qo'yib berganmiz, gulxoy bo'lgan. Ruchkamiz stubli ruchka, italyanskiy mahsulot qo'yib berganmiz. Har bitta ochilishda двойной mexanizm bilan gradusli qilib berganmiz, gulxoy oyna qilib berganmiz, ochilmaydigan. Bu tarafi kattaroq, bu tarafi kichikroq bo'lgan. Yonida eshigimiz bor, ya'ni 120 ga, balandligi bu ham 320 bo'lgan. Splashnoq holati, ya'ni 1,5 qanot qilib berganmiz. Eni 75 ga, yonidagi 45 bo'lgan. Shatlankasi bilan birga qo'yib berganmiz. Ikkinchi etajdagi balkonga chiqish joyiga biz o'rtasidan bo'lib, ya'ni lapshali holatda bir tarafi eshik, bir tarafi rom qo'yib berganmiz. Splashnoq holatda balkonga eshikdan ham chiqsa bo'ladi va romdan ham foydalansa bo'ladi. Orqa tarafdagi romlarimiz Engelberg 8000 profildan rangi metrush andrazit qo'yib berganmiz. Bu yerda biz ikkita chekkasi ochiq va o'rtada splashnoq holatda gulxon oyna qo'yib berganmiz. Ruchkalarimiz Hoprenyo germanskiy mahsulot. Biz bir tarafi oddiy ochilish, bu tarafi esa двойной mexanizm qo'yib berganmiz. 8000 Engelberg profilli afzalligi oynasi 3 qavat bo'ladi, qalinligi 8 bo'ladi, kamerasi 6 kamerali bo'ladi. Va podokonilarni ham avvalgi podokoniga qo'yib berganmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Navbatdagi xonadonlarning ham tayyor holatini video qo'yib, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.